Aniq esimda bor, mana shu lokatsiyadan bir oy oldin 32,5 ming dollarga sredniy remontdagi uyni sotgan edim. U remont bilan bu remontning o'rtasida yer bilan osmonchalik farq bor. Bu remontni haqiqiy go'zallik asar desam bo'ladi. Proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Hozirda biz mehmonlar uchun zal xonasida turibmiz. Mana bunday dekoratsiya qilingan, gilamlarning yaxshisidan tushalgan. Mana bu qandillari bilan pardalari-ku bitta dunyo bo'lib o'tiribdi. Davom ettiramiz. Eshiklari ham yaxshi MDF eshiklardan qo'yilgan. Remontdan keyin hali hech kim yashalmagan. Asosiy kirib chiqish eshigi ham almashtirilgan mayda detallarigacha. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Aboylari bilan pardalari yaxshi kombinatsiya qilingan. Mo'ysha aboylar qilingan. Eng asosiysi sanuzellari alohida. Bu uyning hojatxonasi. Pastdan tepasigacha kafel qilingan. Uyning yuvinish xonasi. 57 metr kvadrat tashkil etadi, plus 6 metrlik balkoni bilan. Mana bu yerda oshxonani ko'chirsangiz bo'ladi, ili ovqatlanish uchun joy qilsangiz bo'ladi. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, 6-mikrorayon, shundoqgina 32-maktabning oldida, 4 etajli panelli domning 4-etajda. Xohlasangiz bu kvartirani ikkilamchi qilsangiz ham bo'ladi. Ushbu kvartiraga 33.500 dollar so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib kelaverasiz.